2026 Chevrolet Gentra o'zining zamonaviy ko'rinishi, qulayligi va kundalik foydalanishga mos xususiyatlari bilan e'tiborimizni tortadi. Ushbu videoda avtomobilning tashqi dizayni, salon imkoniyatlari, texnik xususiyatlari va haydovchi uchun qulay jihatlarni ko'rib chiqamiz. Gentra old qismida zamonaviy faralar, chiroyli radiator panjarasi va ixcham bamper dizayni bilan ajralib turadi. Yon tomondagi silliq chiziqlar avtomobilga dinamik ko'rinish beradi. Orqa qismida esa sodda va zamonaviy uslub davom ettirilgan. Kuzov o'lchamlari shaharda harakatlanish va parkovka qilish uchun qulay bo'lishi mumkin. Salon ichida haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay joylashuv, amaliy boshqaruv elementlari va kundalik foydalanishga mos jihozlar ko'zda tutilgan. Multimedia tizimi, konditsioner, qulay o'rindiqlar va xavfsizlik funksiyalari avtomobildan foydalanishni yanada yoqimli qiladi. 2026 Chevrolet Gentra tejamkorlik, ishonchlilik va amaliylikni izlayotgan xaridorlar uchun qiziqarli variant bo'lishi mumkin. Ayniqsa, oilaviy foydalanish, shahar ichidagi qatnov va uzoq safarlar uchun uning qulayligi muhim ahamiyatga ega. Agar siz Chevrolet avtomobillari haqida yangi ma'lumotlar, narxlar, dizaynlar, texnik xususiyatlar va taqqoslashlarni bilishni istasangiz, Chevrolet Reviews kanalini kuzatib boring. Tarmax kanaliga obuna bo'ling, videoni yoqtiring va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizga 2026 Chevrolet Gentra yoqdimi? Keyingi videolarda qaysi Chevrolet modelini ko'rishni xohlaysiz? Kanalimizda yangi avtomobillar haqida muntazam ravishda foydali va qiziqarli videolar taqdim etamiz. Videoda shuningdek, Gentraning boshqaruv hissi, yo'l tutishi va umumiy foydalanishdagi amaliy tomonlari haqida ham fikr yuritamiz. Avtomobil tanlashdan oldin uning afzalliklari va ehtimoliy kamchiliklarini bilish xaridor uchun muhim. Shu sababli ushbu sharh sizga Gentra haqida umumiy tasavvur berib, tanlovingizni aniqroq qilishga yordam beradi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va bildirishnomalarni yoqishni unutmang. Shunda yangi videolarni